Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka-ukalar, yaxshimisizlar? Xonadoningizlar tinchmi? Sog'lik, salomatlik. Xudo xolasa nasib bo'lsa mana bugun Navoiy shahri Yangi bozor, Qush bozoridan, Kaptar bozoridan sizlar kichkinagina syomka qilamiz, kichkinagina bozorchamiz. Sekin xudo xolasa boshlaymiz. Mana Kaptarlar aka-ukalar. Assalomu alaykum. Mana Kaptar. Kaptarlar kimdan bu? Assalomu alaykum. Qani egasi? Egasi yo'qmi bu? Mana Buxarskiylar chiqdi ekan. Bu kimdan? O'zingizdanmi? Egasi yo'qmi? Qani narxi nechi pul ekan Buxarskiylarning? Bu kimniki? Bu siznikimi bular? Hammasi akaniki ekan, lekin Buxarskiy bor ekan, bitta yaxshi Buxarskiy bor ekan. Mana bu yoqda ham Kaptar bor ekan. Hamma joy Kaptar. Klient yo'q. Hamma joy Kaptar. Mana Gulsarcha bor ekan aka. Qani ko'rsating qani aka? Mana Gulsarchani. Yaxshi ekan mana Gulsar. Qanjiyan ko'rsat qani. Salohiddin degan ukamiz bor edi, kelmabdi-ku bugun. Ko'rsat qanjiyan. Videoga tushiraveraymi o'zingni ham? Davay, sal turda endi, sal mundoqroq qilib. Modam Belabash aka. Mana ukamiz Gulsarda. Ko'rsat qani mana Gulsar. Uch o'yinlari bor, ha, zo'rmi? Nechi pul aka buni narxi? Mana 100 ming so'm ekan, kami bor ekan. Yaxshi Gulsar ekan, gap yo'q. Ukamizga ham rahmat. Mana bu yerda chiqqan ekan. Nuka, assalomu alaykum. Nuka, давайте покажем. O'zbekiston, пускай посмотрят. Mana chubati. Qopqon. Kimniki ekan bu? Narxi nechi pul ekan buni? Ko'rsatqani, zo'r. 100 ming deydi. Zo'r ekan. Belahvosti chubatilar bor ekan. Jo'ltiy bor ekan mana. Uch ketmasin, yopib qo'yinglar bu. Qanot bog'lab yurgan. Qanoti bog'langanmi? Mana Kaptarlar. Oldiga bozor uchirgan payti video bo'lmaydi. Ha, seni oluvdik-a videoga. Alisher degan yurtni oyog'idan ko'rib qoldim, yolg'onchi. Sog'lik yaxshimi, charchamiz. Mana bu Kaptarlar kimdan ekan? Mana Buxarskiylar. Bugun bozorimiz sus nimagadir. Piskunchalar, piskunlarni ham olib chiqishdi. Mana bular bor ekan hozir. Mana. Nechi pul ekan aka bu Kaptarlar? Mana bitta qopqon bor ekan. Sal qani? Ko'rsating qani bitta, video bo'lsa bo'lsin. Qopqon bor ekan, men qiziqadigan qushlardan. Hozir ko'rsatamiz qopqonni. Ha? Mana qopqonda zo'r ekan. Oyog'i oldilari kesilgan ekan. Mana akalar, ko'zlari qimillatmaydi. Mana. Ko'zlari tiniq ekan mana akalar, kesimlari kelgan. Oyoqlari, paypoqlari yaxshi ekan. Nech pul bu? 100 ming. 100 ming so'm. Ha, gap yo'q. Zo'r ekan. 100 ming so'm ekan. Mana. Qushlar bor ekan, har xil. Mana oqlar bor ekan. Nomer qo'yib ketamizmi? Kimga kerak bo'lsa telefon qiladi o'zlari. Ayting nomeringizni. 91lik 250 89 77. Shavkat akaga murojaat qilaverasizlar mana. Bor ekan. Qopqon 100 ming so'm ekan. Yaxshi, erkak ekan. Qopqonlardan bormi yana? Turechkilar bor. Turechkilar bor. Ha, bir bor video qilib kelishim kerak ekanda. Zo'r ekan mana. Mana aka-ukalar. Bozorchamiz kichkinagina Navoiyda. Bugun Kaptar unaqa ko'p tushmabdi ekan.
Eda bedanalar bor ekan, bedanalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bobo har doim chiqqanda boboni Instagramga ham olamiz hozir mana. Nech pul ekan bular? Kaklikmi bu? 70 dan ekan kaklik. Shudan aşağı. To'r qovoqlar nech pul to'r qovoqlar? Kavada 50, 75. 50 Jiyanem 75. bekletem. Çampulu. Şudan aşağı göğetmen telefon mekuna. 65. Baravar kun eto. Çebaro. Mana akalar. Baravar da zor. Voy, Kaptar bozorimiz chota bugun avjida emas. O'tgan safar bir 10-15 minutga ham sig'madi, hozir 5 minutga sig'ib ketdi hamma videomiz. Sog'lik, salomatlik hammaga aka-ukalar. Bor endi.